Assalomu alaykum chambarakdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Kimdan kim tusi qichchu matizlar yurgan bo'lsa, sizlarga mana tusi matizdan topib qo'ydim. Xudo xolasa oq rangdagi probiklari ham kam yurgan normal holatda. Eng muhimi yili baland, yili yangiroq, eskirib ketmagan, yaxshi holatda saqlangan matizchani sizlarga bugun obzorini qilib beraman. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, video boshidan bitta dona like bosinglar. Endi like so'rayapti deyotmanglar. Misol uchun komment blogerning motivatsiyasi bu like bo'lsanglar, kommentariya qoldirsanglar, biz xursand bo'lamiz. Prosmotrlar ko'payadi, insonlarga tarqaladi. Xo'sh, kimda kim matizlar yurgan bo'lsa, matizlar aytgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Like bosinglar. Bu sizlarni bizga bo'lgan hurmatlaringiz bo'ladi. Xullas, sizlarga gap so'z o'tmayman, matizni ko'rsataman. Xolos ketdi mana. Mana chambarakdoshlar, e'tiborlaringizga tusi matizcha yuqorida aytib o'tganimdek, bitta atroflarini aylantirib ko'rsataman mana. Holatlari yaxshi holatda, sostoyanida normal holatda turibdi. Ko'rinishlari ham uncha zo'r. Mana bakovoychalari ham o'zi yaxshi bakovoy, bakovoy. Mana farasdan o'zi bilganlar bildi. Mashina yili balandroqligini farasda birdan biladiganlar. Holatlari, balon holatlari ham chotki zo'r turibdi mana. Yumshoq balonlardan unishli balonlar taqilgan, kalpakchalar chiroylisidan qo'yib qo'yilgan. Holatlari mana ichkari sidinalari ko'rsataman. Qaranglar. Chexolchalar chotki zo'r, yangi, ezilmagan, normal holatda turibdi. Kimda kim izlayotgan bo'lsanglar mana. Orqada magnitofonlarni ko'rsataman. Ichkarilari mana holatchalari. Ideal holatda. Putlari bor mana. Yurgan kilometrlari mana. 1,5 ko'kdan ziyod yurgan mana holatlari. Normal udarcha. Ranglari kelayotgan. Qaranglar, orqalariga soniy kolonkalar o'rnatilgan, joylashtirilgan normal holatda mana ichkarilar ham ichkari ko'rinishdan turibdi. Xo'sh, avtomobilimiz gaz emas ekan, benzin ekan. Xullas, bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2,5 ming deyapti. Kelishtirib berasizmi o'zi? Kelishtiramiz deyapti 2,5 dan. Mana shu pastda raqamlarga telefon qilinglar, bog'laninglar. Mashinchaga qiziqadigan bo'lsa, mashin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Tavoron mahallasi qarash Tavoron qishlog'ida joylashgan mashina. Bemalol shu manzil bo'yicha kelishlaringiz mumkin. Bog'laninglar, qiziqadiganlar bo'lsa, kommentariyalarga izohlaringizni kutib qolamiz. Biz bilan qolinglar.